Assalomu alaykum do'stlar. Serialning oldingi qismlarini kanalimizdagi playlist bo'limidan topishingiz mumkin. Biz esa boshlaymiz. Qizning tushida u bilan gaplashayotgan Dilnoza Qorako'z bilan uzoq qarindosh ekanligini aytadi. Qorako'z bu gaplarga ishonishni istamaydi. Biroq Dilnozaning ta'kidlashicha, Qorako'zning so'nggi ruh yo'lboshchisi uni qutqarish uchun o'zini qurbon qilgan. Afsuski, endi Dilnozadan bo'lak hech kim uning ma'naviy ustozi bo'la olmaydi. Dilnoza Qorako'zning so'nggi paytlardagi xatti-harakatlarini, xususan ekstrasensor qobiliyatlarini yo'qotgani, Nilaning yaqinlashayotgan o'lim haqidagi yolg'oni va psixiatriya shifoxonasidan ozod qilingan. Aslida maxluq bo'lgan Otabek bilan bog'liq voqealarni sarhisob qiladi. Dilnoza istehzo bilan Qorako'z o'ziga choq qaziyotganini aytadi. Chorasiz qolgan Qorako'z o'zining g'ayritabiiy qobiliyatlarini qaytarishni so'raydi. Ammo Dilnoza bu qobiliyatlar qizning o'z aybi bilan yo'qolganini va o'zidan boshqa hech kim bunda aybdor emasligini tushuntiradi. Tez orada Qorako'z o'ziga keladi. Shu vaqtda jinnixonaning vaqtinchalik direktori Judy Stonehurst 46 nafar bemor qochib ketganini va bir necha kishi, jumladan shifoxona direktori doktor Gulhayo ham halok bo'lganini ma'lum qiladi. Politsiya sa'y-harakatlari bilan 43 nafar bemor topilgani va muassasa muddatsiz yopilgani sababli ular boshqa markazga ko'chirilishi oydinlashadi. Sherif Adolat matbuotga 3 ta o'ta xavfli qochqin, Doniyor, shartiy ravishda Jon Dow deb ism qo'yilgan zombi va Otabek hanuz qidiruvda ekanini bildiradi. To'satdan Sherifga Qorako'z komadan chiqqani haqida xabar keladi va u darhol qiz bilan gaplashish uchun yo'l oladi. Judy Sherifni hammasi tasodif ekaniga va Qorako'z shunchaki noqulay vaqtda, noqulay joyda bo'lib qolganiga ishontirishga urinadi. Judyning so'zlariga ko'ra, Qorako'z amakisi Doniyorni ko'rish uchun markazga yashirincha kirgan. Keyingi sahnada Judyning qo'l ostida ishlaydigan erkak kimningdir jasadini ko'mayotgani aks etadi. U Judydan qo'ng'iroq qabul qilib, maxfiy laboratoriyadan qochgan barcha bemorlar o'ldirilganini, faqat 1938-raqamli bemor qochib qutulganini xabar qiladi. Judy Sherif laboratoriya haqida hali hech narsa bilmasligini, buni undan sir saqlash uchun esa o'sha yo'qolgan bemorni topishni buyuradi. Keyinchalik Judy shifoxonada Qorako'zni ko'rgani keladi. Qorako'z uni laboratoriya haqida Sherifga anonim xabar yuborish bilan qo'rqitadi. Biroq Judy u yerda eski qog'ozlardan boshqa hech narsa qolmaganini aytadi. Qorako'z 1938-raqamli bemor bilan qiziqqanda, Judy o'zini hech narsani bilmagandek ko'rsatadi. Palatadan chiqayotganida Qorako'z tahdidiy xat bilan birga so'ligan gullar dastasini oladi. So'ngra kutilmaganda shifoxonada Otabekni ko'rib qoladi. Ammo yaqinroq borganda u g'oyib bo'ladi. Bu vaqtda Bina onasini maktabda yashiradi va u yerda xavfsiz bo'lishiga va'da beradi. Qorako'z esa o'zidan boshqa hech kim ko'rmaydigan Dilnozaning doim oldida yurganidan g'azablana boshlaydi. Qorako'z Nilaga Otabek tirikligini va u Jerikoda ekanini aytadi. U Otabek ikkalasini ham o'ldirmoqchi ekanini ta'kidlab, narsalarni yig'ishni va uyga qaytishni buyuradi. Biroq Nila undan qo'rqmasligini, chunki bir marta uni mag'lub etganini aytadi. Qorako'z esa Nila faqat Sherif Jasur yordamida g'alaba qozonganini eslatib o'tadi. Bu suhbatdan keyin maxluq bilan yolg'iz kurashmoqchi bo'lgan Nila yakka o'zi yenga olmasligini tushunadi. Direktor Dilnoza Qorako'zga qabr toshi tasvirlangan ro'yosi haqidagi haqiqatni Nilaga aytishni taklif qiladi. Lekin Qorako'z bu ma'lumotni sir saqlashga qaror qiladi. Nevermore maktabida O'liklar kuni bayrami bo'lib o'tmoqda. Qorako'z direktor Biloldan bayramni to'xtatishni so'raydi, chunki Otabek ozodlikda. Ammo direktor rad etadi. Bilolning fikricha, Otabek barcha g'ayritabiiy mavjudotlarga qarshi yolg'iz kurasha olmaydi. Vaziyat og'irlashsa, professor Go'zalda uni yengish uchun yetarli bilim bor. Ma'lum bo'lishicha, professor Go'zal maxluqlar haqida juda ko'p narsani biladi. Judyning odami Otabek yashiringan kanalizatsiyani topadi. Bu vaqtda Otabekning ko'ziga otasi Jasurning arvohini ko'rinib, aqldan ozayotgan bo'ladi. Judyning odami Otabekni topganda u darhol maxluqga aylanib uni o'ldiradi. Oradan biroz vaqt o'tgach, zombi Xlyub kanalizatsiyaga kelib erkakning jasadini yeb bitiradi. Har galgi ovqatlanishidan so'ng zombi tobora insonga o'xshab borayotgani ko'rinadi. Qorako'z Otabek haqida ma'lumot olish uchun professor Go'zalga murojaat qiladi. U Go'zalning sobiq yigiti ham maxluq bo'lganini va u Go'zalga hujum qilgani uchun otib o'ldirilganini bilishini aytadi. Go'zal o'shanda sobiq yigitining xo'jayini unga rashk tufayli Go'zalni o'ldirishni buyurganini, ammo yigit o'z xo'jayinini o'ldirib qo'ygani uchun aqldan ozganini so'zlab beradi. Qorako'z maxluqlar xo'jayinsiz
Otabeksiz uzoq yashay olmasligini va boshqarib bo'lmas holga kelishini bilib, Otabekning yangi xo'jayini bo'lishga qaror qiladi. Qorako'z Merilin Tornxillning tadqiqotlarini o'rganayotganda xonaga Barno kirib keladi va qizi organik kimyo formulalarini o'rganayotganini ko'rib, buni Otabek bilan bog'liq deb gumon qiladi. Qorako'z Nilani himoya qilish uchun bunga tayyor bo'lishi kerakligini tushuntiradi. Barno bunga shubha bilan qaraydi va Qorako'z shunchaki Otabekni qutqarmoqchi deb o'ylaydi. Nila esa Otabekka qarshi Belladonna klubini qayta tiklashga qaror qiladi. Kechasi Bahrom otasi bilan o'rmonda Xlyubni qidirishadi, ammo topa olishmaydi. Otasi Bahromga zombi katta ehtimol bilan yana bu dunyoni tark etganini uqtirmoqchi bo'ladi. Ular Nevermoredagi bayramga yo'l olishadi. Xlyub esa uzoqdan Bahromni kuzatib, uning ortidan boradi. Politsiya Judining xizmatchisi jasadini topib, Otabek zombi bilan do'stlashgan degan xulosaga keladi. Sherif adolat xavfsizlikni kuchaytirishni buyuradi. 1938-raqamli bemor ham radioda Otabekning Nevermore'ga hujum qilishi mumkinligi haqidagi xabarni eshitib, u yerga yo'l oladi. Qorako'z Otabek Nilani o'ldirishdan oldin uni o'ziga bo'ysundirish uchun Tornxillning kitobidan ma'lumot qidiradi. Shu vaqtda uning oldiga Kibriyo keladi va shifoxonada yotgan paytida har kuni uni ko'rgani borganini va sochlarini o'rib qo'yganini aytadi. Shuningdek, Kibriyo Belladonna klubi ham o'z ishini boshlaganini va bugun ular yig'ilib muhim bir masalani maslahatlashishlarini xabar beradi. Keyinroq Nila Belladonna jamiyatining a'zolarini yig'adi va ularga bugun Otabek Nevermore'ga hujum qilishini aytadi. Shu vaqtda Qorako'z paydo bo'lib, dugonasining gaplarini tasdiqlaydi va o'zida bunga qarshi g'oya borligini bildiradi. U Otabekni o'ziga bo'ysundirishi kerak. Qiz sehrli damlamasini qaynatishni boshlaydi. Dilnoza esa Qorako'zga Otabekka nisbatan hislari nafrat emas, balki sevgi bo'lishi mumkinligini shama qiladi. Bayram avjiga chiqqanda Xlyub odamlarga hujum qila boshlaydi. Voqealar haqidagi xabar Sherif adolatgacha yetib boradi va ayol voqea joyiga shoshiladi. Bahrom ancha odam bashara bo'lib qolgan zombisini topadi va Xlyub unga ikkinchi marta hayot bergani uchun rahmat aytib, uni qo'yib yuborishini so'raydi. Bahrom unga rahmi kelib qo'yib yuboradi. Mavlon esa Xlyubni ketayotganini uzoqdan ko'rib qoladi. Shu payt 1938-raqamli bemor Barnoning oldiga keladi. Uning haqiqiy ismi Fransuaza bo'lib, u Otabekning onasi ekani ma'lum bo'ladi. U Qorako'z uni shifoxonadan qutqarganini aytib, o'g'lini saqlab qolishda yordam so'raydi. Narsa Qorako'zga Otabek kelganini xabar qiladi. Otabek Nilani quvib kelib, Belladonna klubi tuzog'iga tushadi va maxluqqa aylanadi. Qorako'z unga dori yubormoqchi bo'ladi, ammo reja amalga oshmaydi. Otabek unga hujum qiladi. Shu payt maxluqqa aylangan Fransuaza paydo bo'lib, o'g'lini olib ketadi. Shu yerga yetib kelgan Barno Qorako'zga Fransuaza Otabekning onasi ekanligini va u bilan kelishuv tuzganini, Otabek nazorat ostiga olingach, ular shahardan butunlay chiqib ketishini aytadi. Biroq Qorako'z bunga ishonmaydi. Keyinchalik Mavlon ayoliga zombi Xlyub aslida Ayzek ekanini aytadi. Barno esa ular anchadan beri o'lgan deb o'ylagan Fransuaza ismli ayol tirik ekanini xabar beradi. Shu vaqtda zombi qarg'alar hukmdori Judining oldiga boradi va bizga zombi Xlyub aslida Nevermore'ning eng daho o'quvchisi Fransuazaning akasi va Mavlonning eski do'sti Ayzek ekanligi ayon bo'ladi. Nila esa hali oy to'lmagan bo'lmasa-da bo'rga aylana boshlaydi va o'rmonga qochib ketadi. Go'zal uning alfa urg'ochi ekanini tushunadi. Yakuniy sahnada biz g'ayritabiiy darajada baxtiyor Qorako'zni ko'ramiz. U yuziga pardoz surtib, yorqin rangli poyabzal va kiyimlarni zavq bilan kiyib olgan. Nevermore'ning barcha o'quvchilari uning bu yangi va kutilmagan qiyofasini hayrat bilan kuzatib turishadi. Keyinchalik voqealar 16 soati 36 daqiqaga ortga qaytadi. Qorako'z Sherif Adolat va Nevermore direktori Bilolga Otabekning maktabda paydo bo'lishi haqida ularni ogohlantirganini eslatib o'tadi. Bizga ma'lumki, u haqiqatdan ham kelgan edi. Bundan tashqari, qiz ularga o'z rejasini chippakka chiqargan ikkinchi maxluq haqida ham so'zlab beradi. Qorako'zning tushuntirishicha, bu ikkinchi maxluq Otabekning onasi Fransuaza ekan. Hamma uni 15 yil avval vafot etgan deb hisoblardi. Biroq Qorako'z haqiqatni aniqladi. Avgust Stonehurst Fransuaza va boshqa g'ayritabiiy mavjudotlar ustida jinnixona yerto'lasida tajribalar o'tkazish uchun uning o'limini soxtalashtirgan ekan. Qolaversa, uning qizi Judi hammasidan xabardor bo'lgan, lekin buni sir saqlab kelgan.
Bu gaplardan keyin direktor Bilol ehtiyot chorasi sifatida maktabda komendantlik soati joriy etishga qaror qiladi. Keyinroq Qorako'z o'zining ruhiy yo'lboshchisi Dilnoza bilan uchrashadi. Dilnoza qizni psixiatriya shifoxonasidan ikkita maxluqni ozod qilgani bilan tabriklaydi va uning bashorati hamon o'z kuchida ekanini ta'kidlaydi. Ya'ni Nila baribir o'ladi va Qorako'z bunda o'zini ayblashda davom etaveradi. Dilnoza Qorako'zga Otabek va Fransuazani hukumat ixtiyoriga topshirishni hamda agar o'z qobiliyatini qaytarishni istasa, onasi Barno bilan munosabatlarni tiklashga e'tibor qaratishni maslahat beradi. Zero Adamslar oilasi o'z kuch-qudratini faqat oilaviy birlikdan oladi. So'ngra professor Arlov Qorako'zga Fransuazaning akasi Ayzek haqida so'zlab beradi. Ayzek o'z davrining taniqli dayinchisi, ya'ni kuchli telekinetik bo'lgan. Arlovning tushuntirishicha, aynan Ayzek professor uchun hayotiy muhim tizimni ishlab chiqqan va shu tizim tufayli u hanuzgacha hayot kechirmoqda. Shuning bilan 8-qismimiz tugadi. Qorako'z, juda ajoyib qiz Qorako'z. Zombius bu ham ajoyib kanal. Obuna bo'ling, like'lar ham bosishni unutmang. Zombius bu ham ajoyib kanal. Biz bilan bo'ling.